geosiyosat endi oldin bir qutbli bo'lsa, hozir qutblar ko'paydi. Every day I wake up. Dezinformatsiya nima va uni yolg'on axborotdan farqi? Dezinformatsiyani o'ziga agar qisqacha to'xtaladigan bo'lsak, bu albatta o'sha fake xabarlarni yig'indisi. Amerika bitta ma'lumotni boshqacha deydi, Rossiya boshqacha deydi, Xitoy va Hindiston va umuman O'zbekiston ham u axborotni boshqacha yetkazayapti qaysidir ma'noda. Dezinformatsiyani ichida bilasizmi, ko'proq siyosiy yolg'onlar ko'p bo'ladi. Misinformatsiya u beozor yolg'onlar desak bo'ladi. Dunyo geosiyosatida turfa burilishlar va qutblanishlar sodir bo'layotgan bir vaqtda ular tomonidan bir axborotning turli xil talqin qilinishi ko'p bora kuzatilmoqda. Dezinformatsiya va fake axborotlar bilan endi faqat jurnalistlar emas, butun bir davlat shug'ullanmoqda. Xo'sh, ulardan himoyalanishning iloji bormi? Paradigma uzda bugun dezinformatsiya va unga qarshi kurashish bo'yicha gaplashamiz. Suhbatdoshimiz jurnalist, media trener Beruniy Alimov. Assalomu alaykum Beruniy aka, intervyuga vaqt ajratganingiz uchun rahmat. Birinchi savolim, hozir dunyo geosiyosati tub burilishlar bo'lyapti. Ya'ni geosiyosat endi oldin bir qutbli bo'lsa, hozir qutblar ko'paydi. 3 qutbli deyapti ba'zi siyosatshunoslar, ba'zi siyosatshunoslar esa 4 qutbli va undan ham ko'p qutblanishlarga bo'linmoqda deyapti. Bevosita bu yerda keyin axboriy xurujlar va hujumlar boshlandi. Xususan Amerika bitta ma'lumotni boshqacha deydi, Rossiya boshqacha deydi, Xitoy va Hindiston va umuman O'zbekiston ham u axborotni boshqacha yetkazayapti qaysidir ma'noda. Shu vaqtda xayolimizga dezinformatsiya deb keladi. Dastlabki savolim, dezinformatsiya nima? Qisqacha tushuntirib bersangiz va uni yolg'on axborotdan farqi. Avvalambor assalomu alaykum, taklif uchun rahmat. Chunki bugungi kunda bilasiz, dezinformatsiya bu nafaqat jurnalistikani, balki butun jamiyatni muammosiga aylanib ulgurdi va dezinformatsiyani o'ziga agar qisqacha to'xtaladigan bo'lsak, bu albatta o'sha fake xabarlarni yig'indisi. Ya'ni qaysi ma'noda buni ichida masalan biz ko'rayotgan nafaqat o'sha fake xabarlar, balki fake xabarlarni o'zini ramziy ma'noda agar aysbergga, ya'ni mustoqga o'xshatadigan bo'lsak, uni suvni pastida, ya'ni sathidan pastida turadigan qismini biz aynan dezinformatsiya deb baholashimiz mumkin. Ya'ni bizni oddiy ko'zimizga, ya'ni oddiy o'quvchini ko'ziga ko'rmaydigan ma'lumotlar to'plamini biz dezinformatsiya desak bo'ladi. Nimaga? Chunki dezinformatsiyani o'zi 3 ta turga bo'linadi. Ayniqsa O'zbekiston sharoitida, ya'ni bizim milliy media makonimizda tarqalayotgan xabarlarni o'sha 3 ta kategoriyaga bo'lsak bo'ladi. Bularning birinchisi tabiiyki iqtisodiy moliyaviy firibgarlik. Hozir juda ham afsuski, oxirgi 2 yilni ichini olib qaraydigan bo'lsak, ayniqsa o'sha moliyaviy firibgarlik juda ham cho'qqiga chiqqan paytini boshdan kechiryapmiz desak, menimcha mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Ikkinchisi bu albatta o'sha tashqi axboriy xurujlar. Hech qachon to'xtamagan va bundan keyin ham to'xtaydi deb aytish mumkin emas. Hech qachon axboriy xurujlar to'xtamaydi. Albatta, ayniqsa tashqaridan bo'layotgan. Va uchinchisi, masalan, unga ham biz bee'tibor bo'lishimiz kerak emas. Media mutaxassis sifatida yoki oddiy o'quvchi sifatida ham bu narsaga jiddiy qarashimiz kerak. Bu o'sha tashqi har xil kuchlar, ya'ni bularni ichida buzg'unchilar bo'lishi mumkin, radikal kuchlar bo'lishi mumkin, turli yot g'oyalarni tarqatuvchi kuchlar bo'lishi mumkin. Ya'ni 3 ta kategoriyaga bo'lsak, menimcha o'sha dezinformatsiyani asl qiyofasi bizni ko'zimiz oldida shakllangan bo'lardi. Lekin dezinformatsiyadan tashqari bilasizmi, yana misinformatsiya ham bor. Bu bizni ichimizda ko'proq rivojlanyapti. Ya'ni yolg'onni ham yolg'oni bor deymizda endi. Gapni ochig'i, misinformatsiya u beozor yolg'onlar desak bo'ladi. Nima kiradi uni ichiga? Mana dezinformatsiyani gaplashdik. Misinformatsiyani ichida clickbait uchun ishlaydigan tahririyatlarimiz juda ham ko'payib ketdi. Ya'ni hype uchun ishlaydiganlar, o'zini auditoriyasini ko'paytirish orqali biznes yo'liga o'tib olishga. Ya'ni mana shuncha odam o'qiyapti, reklama bersangiz, menda shuncha bo'ladi deb o'zi diktovka qilyapti-da, kerak bo'lsa masalan. Bu hozirgi o'zbek mediasidagi bu zarurat emasmi? Chunki o'zbek mediasi juda katta saytlar ham, kichik saytlar ham baribir reklama asosida kun ko'rgandan keyin bu ularni yo'q, men nazariyachi, tadqiqotchi sifatida bu narsani qo'llab-quvvatlamagan bo'lardim. Misinformatsiya bu dezinformatsiyani qo'shnisi.
Gapni ochig'i, misol uchun beozor yolg'on bo'lgani bilan, masalan, bilasizmi, hatto sarlavhani qanaqadir sensatsion qilib qo'yishadi. Agar maqolani ichiga kirsangiz, u haqida hech narsa. Buni kechirasiz, masalan, oddiy fact checker bo'lish ham shart emas. Siz shunda o'sha maqolani olingda, masalan, bironta istagan sun'iy aql platformasiga o'shani jurnalistik etika nuqtai nazaridan bir tekshirib bergin desangiz, sizga aytadiki, masalan, sarlavha haddan ziyod sensatsion deydi, asossiz deydi. Buni masalan odam sifatida yoki kechirasiz oldingi davrdagi senzura sifatida tekshirish ham shart emas. Siz shunda istalgan saytingizdan olib, bugungi kunda O'zbekistondagi istasangiz eng yetakchi saytlarning maqolalarini tahlil qilib ko'ring. Istasangiz endi shakllanayotgan tahrirlarni, maqolalarni tahlil qilib ko'ring. Hammasida masalan o'sha sun'iy aql, agar biz uni neytral deb oladigan bo'lsak, bugungi kunni nazari bilan aytayapman, sizga o'sha narsani chiqarib beradi. Ya'ni qayerda jurnalist xato qildi? Qaysi ma'noda? Dezinformatsiyaga tortib ketdimi, misinformatsiyaga tortib ketdimi yoki umuman fake axborotmi? Ko'rasizmi, bu narsani masalan hype uchun qilyapti yoki odam sonini ko'paytirish uchun qilyapti yoki ataylab o'sha bo'rttirib bir narsani yozyapti. Menimcha bu narsani oqlamagan bo'lardim. To'g'risi hamda jurnalistikani vazifasi hype ko'tarish emas. Jurnalistikaning vazifasi qanaqadir sensatsiya yasab, odamlarni nima deydi, e'tiborni qaratish emas vazifasi. Bor informatsiyani ochiqchasiga, obyektiv, o'zini neytral pozitsiyasidan turib yoritish, bu menimcha jurnalistika qoidalarining asosi hisoblanadi. Dezinformatsiya bilan yolg'on axborotning qanday farqi bor? Dezinformatsiyani ichida bilasizmi, ko'proq siyosiy yolg'onlar ko'p bo'ladi. Ya'ni siyosiy manfaatlar yotadi desak bo'ladi. Boyagi Mustofa haqida gapirdik-ku. Uni pastida o'sha bizni ko'zimiz ko'rmaydigan pastki qismida siyosiy maqsadlar yotgan bo'lishi mumkin. O'sha boya suhbatimiz boshida gaplashgan tashqaridan bo'layotgan siyosiy bir xurujlarni, axboriy xurujlarni bir natijasida tarqalayotgan dezinformatsiya bo'lishi mumkin-da. Yolg'on yoki fake axborotlar esa ular sal yuzakroq yolg'onlar bo'lishi mumkin. Oddiygina mizinformatsiya nuqtai nazaridan. O'zi fake'ni ma'nosi ham bilasiz, qalbaki degan narsa. Ya'ni o'sha ingliz tilida hatto 10 yil oldin, 20 yil oldin ingliz tilini ichiga qarasangiz ham o'sha tovarlarni poddelkasiga, ya'ni soxta tovarga nisbatan fake ishlatilardi. Masalan, bozorda tufli krossovka sotib olsangiz, Adidas emas, masalan, Abibasi yoki boshqa brend. Bizni bozorlarimizda to'la unaqa, masalan, fake mahsulotlar. Lekin bugungi kunda afsuski axborotlarimiz ham, yangi ishlarimiz ham fake bo'lib ketyapti-da. Ya'ni qalbaki mahsulotlar, qalbaki axborotlarimiz nihoyatda ko'payib ketyapti. Bizga universitetda o'qigan vaqtlarimizda fake axborotni, dezinformatsiya axborotni ajratishni usuli deb 3 yoki undan ko'p manbalar orqali tekshiring deb qayta aytishardi. Lekin ba'zi bir katta saytlarni ko'ramiz, ularni tekshirishni iloji bo'lmaydi, chunki bizning misol uchun AQSh hokimiyati manbamizga ko'ra yoki shunaqa deb berishadi. Ularni tekshirishni iloji bormi? Misol uchun ular ham balki dezinformatsiya bo'lib chiqishi mumkin, yolg'on fake axborot bo'lib chiqishi mumkin. Bilasizmi, bu gapingizga men sal hazilomuz javob bermoqchi edim. Juda ham ko'p paytlardan biri yuradi. Masalan, britaniyalik olimlarning fikriga ko'ra deb yozishadi-da. Misol uchun, men oddiy qilib hazil ma'nosida gapiryapman. Xo'p, britaniyalik olimlar bo'lsa, u olimning ismi nima? Qaysi universitetda professori? Qachon aytgan? Ma'ruzasida aytganmi? Maqolasida aytganmi? Kitobida aytganmi? Uni kerak bo'lsa, aniq manbasini, kitob bo'lsa, kitobini betlarigacha ko'rsatish kerak-da, gapni ochig'i. Ya'ni umumiy kimningdir fikricha o'sha AQShdagi yoki Yevropadagi manbalarga ko'ra deb aytish, bu yana jurnalistikani o'sha etika qoidalariga to'g'ri kelmaydi. Biz manbani aniqlab keyin tarqatishimiz kerak. Endi siz aytayotganingiz boyagi ustozlarimiz haqiqatdan ham kamida biron bir ma'lumotni yoki statistik ma'lumotni maqolada olib chiqish uchun kamida 3 ta mustaqil manbadan tekshirish kerak deb o'rgatishardi ustozlarimiz. Lekin bugun haqiqatdan real qaraydigan bo'lsak, o'sha 3 ta manba ham kamlik qilyapti-da. Kerak bo'lsa 7 ta manbadan tekshirish kerak. Yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. Mavrudi kelganda oldin masalan bizga o'rgatishardi, rasmiy ma'lumot bo'lsa, u albatta to'g'ri bo'ladi. Lekin afsuski mana pandemiya paytida ko'rdikki, masalan, tegishli vazirlik o'zini xabarini masalan ertasi kuni to'g'riladi. Kechirasizlar, masalan, bu raqam
bunaqa emas ekan, biz tekshirib ko'rdik, keyin bunaqa ekan. Ya'ni rasmiy manbalar ham o'zini ba'zan inkor etib yoki keyinchalik to'g'rilagan paytlariga guvoh bo'lyapmiz-da. Demak, jurnalistika uchun hozirgi paytda haqiqiy masalan o'sha etika qoidalariga to'g'ri keladigan yoki yolg'on bo'lmagan axborotlarni topib uni o'quvchisiga uzatish juda ham murakkablashib ketyapti-da va bu jarayon hozirgi mana siz bilan o'tirib gaplashayotgan bo'lsak, 25-yilni birinchi choragini oxirida gaplashayotgan bo'lsak, yilni oxiriga borib hali qay darajaga tushib qolamiz, men hali uni hatto prognoz qila olmayman. Gapni ochiq, chunki fake xabarlar hajmi ham va deep fake'larning hajmi ham ayniqsa sun'iy aql tufayli bularni chegarasi ko'rinmayapti, gapni ochig'i. O'zingiz aytganingizdek, ya'ni yuqorida aytib o'tdingiz, davlat rahbarlari kerak bo'lsa o'sha davlat hokimiyatlarining o'zlari ham fake axborotlar tarqatishga qaysidir ma'noda o'zlari sababchi bo'lib qolyapti. Xususan o'sha aytib o'tishimiz kerak, Trampni Zelenskiy haqida aytgan gaplari dezinformatsiya, ya'ni haqiqatga to'g'ri kelmasligini Trampni o'zi ham oxiri tan oldi. Ya'ni men qachon shu gapni aytgan edim dedi. Ya'ni o'sha Zelenskiyni Ukrainadagi obro'si masalasi bo'yicha ko'rib turibmiz, dezinformatsiya va yolg'on axborot faqat jurnalistlarni vazifasi emas, bu hokimiyatni ham qiladigan ishi. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda chetdan kirib kelayotgan axboriy xurujlarni oldini olish uchun O'zbekistonda qaysi ma'noda milliy kontent yaratish masalasini o'rtaga qo'ygan edi. Hozir qaysi bosqichda, misol uchun siz ko'p treninglarda yurasiz, davlat tadbirlarda qatnashasiz va mana shu masalalar bo'yicha ham yuzlanasiz qaysi ma'noda. Bu milliy kontent masalasi ishlayaptimi? Va qaysi tomonga ishlayapti? Oldingida birinchi hukumat davriga o'xshab faqat hukumat uchun ishlayaptimi yoki haqiqatda barcha aholini o'ylaydigan milliy manfaatlarga asoslangan kontent bo'lyaptimi? Bilasizmi, bu narsani albatta to'g'ri ko'tarildi. Milliy kontent bu juda ham muhim. Milliy manfaatlarga xizmat qilish kerak yoki shu yerdagi axborot iste'molchilari uchun zarur bo'lgan axborot. Va eng muhimi, bilasizmi, bu ma'noda ham jurnalistlarimiz o'zlari ko'proq tashabbus ko'rsatish kerak edi. Lekin afsuski oramizda, misolcha hamma jurnalistlarni men bir xil demayman, lekin o'sha milliy kontent masalasini ham juda tor, juda bir jo'n tushungan hamkasblarimiz uchradi va bu juda kulgili. Masalan, milliy kontent desa albatta do'ppi kiyib chiqib, masalan, stand-up qilish degani emas. Yoki axborot o'qish degani emas. Shu nuqtai nazardan men aytmoqchimanki, bu milliy media kontentni juda ham keng qarashimiz kerak edi bu masalaga. Hatto o'sha hali maktabga chiqmagan bola o'qiyotgan axborotdan boshlashimiz kerak edi. Bola masalan nima o'qiyapti? Bola qanday multfilm ko'ryapti? Qanday ertaklar o'qiyapti yoki unga ota-onasi o'qib beryapti? Ota-onalarning o'zi media savodxonligi qanaqa? Ya'ni bu bosqichma-bosqich maktablar, universitetlar va katta yoshdagilarni qanday axborot iste'mol qilayotganligi bilan bog'liq bo'lish kerak edi. Asla o'sha milliy media kontent. Gapni ochig'i, biz bu masalani o'zimiz oxirigacha hali tushunib yetmadik. Shuning uchun men o'ylaymanki, bu masalani o'sha 2 yil bo'lgan bo'lsa, ko'tarilganiga davlatimiz rahbari tashabbusi bilan buni oxirigacha hali yetdik yoki qandaydir bir olamshumul natijalarga erisha oldik deb maqtanish menimcha hali unga ertaroq. Nimaga? Chunki hozir ham misol uchun mayli endi blogerlarimiz rivojlandi deyishingiz mumkin, erkin matbuot rivojlanyapti, mana saytlarimiz son jihatdan ko'paydi deyishingiz mumkin, xorij matbuotiga ehtiyoj nisbatan kamaygan deyishingiz mumkin. Lekin shu bilan birgalikda hanuzgacha sifatli axborot, milliy media kontentni sifatini qaysi bir kutilgan darajada hali yuqoriga olib chiqa oldik degan fikrdan hali men salgina yiroqdaman. Bu borada albatta biz yana ishlashimiz kerak. Yana bitta narsaga men e'tiboringizni qaratmoqchi edim. Yaqindagina shu yilni boshlanishida dezinformatsiya haqida birinchi marta
siyosatchilarimiz ham gapirishdi. Ya'ni O'zbekistondagi siyosiy elita nihoyatda bunga e'tibor qarata boshladi. Masalan, bir 5 yil yoki 10 yil oldin dezinformatsiya, fake haqida faqat jurnalistlar gapirardi asosanda. Lekin bu jamiyat uchun muhim muammo ekanligini, jiddiy muammo ekanligini endi siyosiy elita ham bu narsaga e'tibor qaratyapti. Xususan Milliy xavfsizlik kengashining yig'ilishida masalan prezidentimiz bu narsaga e'tibor qaratdi. Ya'ni dezinformatsiya O'zbekistondagi jamiyat uchun eng jiddiy muammolardan bittasi ekanligini aytdilar va buni biz masalan televideniya orqali ko'rdik hammamiz. Demak, davlatimiz rahbari bu narsaga o'sha dezinformatsiyani jiddiy muammo ekanligini, jamiyat uchun bir katta bir bosh og'riq ekanligini e'tirof etyaptilar. Demak, bunga nafaqat jurnalistlar, nafaqat soha mutaxassislari, olimlar yoki jurnalistlar, muxbirlar, blogerlar, balkim butun jamiyat bundan xulosa chiqarish kerak. Butun bir jamiyat o'zini himoya qilish yo'llarini topish kerak. Ya'ni bu gaplar bejizga emas. Ya'ni o'sha media savodxonligimizni oshirishimiz kerak. Nima oq, nima qora ekanligini o'zimiz mustaqil ravishda tanlay olish imkoniyatiga yoki bilimlariga, ko'nikmalariga ega bo'lishimiz kerak deb o'ylayman. Agar esingizda bo'lsa, o'sha vaqtlarda xorij matbuotini qisish, ya'ni O'zbekistonda qaysidir ma'noda to'siqlar qo'yish haqida ham gapirilgan edi. Avvalo, misol uchun, xorij axborotlarini O'zbekistonda taqiqlashdan oldin O'zbekiston o'zini mediasi, xoh xususiy bo'lsin, xoh davlat nashrlari yoki telekanallari bo'lsin, aholiga kerak bo'lgan xoh siyosiy, xoh iqtisodiy axborotlarni davlatni yoki O'zbekiston ichidan chiqish kerak emasmi? Chunki xorijdagi o'qiyotgan ba'zi ma'lumotlarimizni biz xohlasak ham davlat tashkilotlaridan yoki davlat idoralaridan ola olmaymiz, lekin ular olishadi. Bu masala qanday bo'ladi deb o'ylaysiz? Savolingizni birinchi qismiga keladigan bo'lsak, haqiqatdan ham O'zbekistondagi muammolarni, O'zbekistonda yechimini kutayotgan masalalarni albatta shu yerdagi jurnalistlar, blogerlar olib chiqish kerak-da, avvalambor. Nimaga? Chunki albatta ular o'zlari nafaqat guvohi bo'lyapti, balki o'sha muammoni ichida yashayotgan odamlarda gapni ochiq. Men aktivistlar haqida gapirayotganim yo'q. Jurnalistik nuqtai nazardan gapiryapman-da. Ya'ni shu yerning jurnalistlari albatta uni yoritish kerak. Lekin xorijda turib, misol uchun axborot tarqatayotgan yoki ularni siz aytayotgandek o'sha qaysidir manbalarga nima deydi, manbalardan ma'lumot olish imkoniyatiga ega bo'layotganligi u boshqa masala. Gapni ochig'i. Chunki biz necha yildan beri, mana 30 yildan beri jurnalistika sohasida ishlab kelayotgan bo'lsak, ularning ham pozitsiyalari o'zgarib turadi. Misol uchun, ba'zan o'sha xorijdagi jurnalistlar masalan ko'proq hype'ga uchrasa, ko'proq masalan qaysi ma'noda tekshirilmagan ma'lumotlarni uchrasa, ba'zan siz aytayotganingizdek masalan eksklyuziv intervyularni efirga uzatgan paytlarini ko'rganmizda. Ya'ni bu yerda bilasizmi, gapni ochig'i, men qaysi ommaviy axborot vositasi yaxshi ishlayapti, qaysisi yomon ishlayapti demoqchi emasman. Gapni ochig'i, media deganda men bilasizmi nimani tushunaman ko'proq? Turfaqillikni tushunaman. Masalan, menga redaksiyani aytayotgan gapi, tarqatayotgan materiali ma'qul kelmasligi mumkin. Bu uni pozitsiyasi. Gapni ochig'ida. Lekin ularning turfa xil bo'lishi, ularning ko'p bo'lishi bu albatta jurnalistikamizda rang-barangligini ta'minlash barobarida turfa xil fikrlarni eshitilishiga imkoniyat yaratadi. Shu nuqtai nazar. Biz yuqorida dezinformatsiya, yolg'on axborot, fake axborot haqida gaplashdik-da, undan himoyalanishning iloji bormi? Bilasizmi, najot ta'limda degandek, men hozirgi dezinformatsiya davrida bitta narsani aytmoqchi edim. Najotimiz media ta'limda, media va axborot savodxonligida. Bu jamiyatni faqat media savodxonlik qutqarishi mumkin. Bilasizmi, asrlar davomida kishilik jamiyati sivilizatsiyasining tarixini bir qarab ko'rsangiz, o'sha tosh asri bo'ladimi, o'sha mis asri bo'ladimi, muz asri, boshqa asrlarni qarasangiz, o'sha sivilizatsiyalar qanaqa yo'qolib ketadi. O'sha sivilizatsiyalar ichidan yemiradi va keyingi sivilizatsiyaga o'rin bo'shatib beradi. Hozir biz siz bilan 21-asrda, ya'ni axborot asrini
birinchi choragini hali yashab bo'lmadik. Qolgan 75 yilni qanaqa hali yashaymiz bu ketishda. Chunki oldin ham aytgandim, axborotni jilovi qo'limizdan chiqib ketdi. Faqat jurnalistlarning qo'ldan chiqib ketgani yo'q. Hokimiyatni qo'ldan, jamiyatni qo'ldan chiqib ketdi. Axborot odamlarni yaxshilik uchun emas, axborot odamlarni depressiyaga uchrash uchun, odamlarni sog'lig'iga salbiy ta'sir o'tkazish uchun, odamlarni aldash uchun, odamlarni nima deydi, turli xil bo'xtonlarga, mishmishlarga ishonish uchun, odamlarni yo'ldan qaytarish uchun qanaqadir yoki aksincha masalan moliyaviy firibgarliklarga aralashib qolishiga sababchi bo'lyapti-da axborot. Vaholanki axborot, haqiqiy axborot odamlarni sivilizatsiyani rivojlanishiga xizmat qilish kerak emasmidi? Aslida. Aslida shundaydi. To'g'risi hamda, ya'ni biz hozirgi kunda men masalan ayta olmayman, birdaniga masalan o'sha 37 million aholimiz birdaniga media axborot soatxon bo'lib qoladi. Yosh boladan tutib yosh kattalargacha birdaniga o'zi tanlay olish imkoniyatiga ega bo'ladi deb aytish uchun men juda ham jon fikrlaydigan odam bo'lishim kerak. Yo'q, biz qadam-qadam shunga yurishimiz kerak. Ya'ni bog'chalardan boshlashimiz kerak. Kerak bo'lsa maktablardan, o'sha kerak bo'lsa ertaklar yangicha zamonaviy to'qib, multfilmlarga qo'shib, hatto men taklif qilgan bo'larim kinolarga o'sha dezinformatsiyadan qanday aholini himoya qilish yoki teatrlarga. Bilasiz, Behbudiyning gapi bor, teatr bu ta'lim markazi degan g'oyani o'rtaga qo'ygan. Bizga teatr juda ham yaxshi ta'sir qiladi. Dezinformatsiya yoki o'sha media axborot soatxonligini dars o'tganda emas. Masalan, teatrlar orqali tushuntiraylik, konsertlarimiz orqali tushuntiraylik. Biz yaqindagina xorijlik olimlar bilan, mutaxassislar bilan gaplashgandik. Mongoliya poytaxti Ulan-Batorda. U yerda o'sha Facebookdan kelishdi, boshqa nimadan Yevropa ittifoqining olimlari kelishdi. Hatto ular aytayapti, Gollivudni kinolariga media soatxonlik singdirilgan joylari bor deyishyapti-da. Demak, hozir shunaqa davr bo'lyaptiki, global ma'noda aytayapman. Har bir sohani media va axborot soatxonligiga qo'shadigan hissasi haqida o'ylab ko'rishimiz kerak. Jurnalistlar ham yozish kerak, blogerlar ham, o'qituvchilarimiz ham buni masalan qaysi fan o'qituvchisi bo'lishidan qat'iy nazar maktablarda, universitetlarda yoki uyda ota-onalar masalan tushuntirishni davom etish kerak. Ya'ni biz oddiy qilib aytayotganda kichkina bolamiz endi masalan maktabga boryapti yoki kichkina paytidan aytamiz, ovqat yeyishidan o'g'lim yoki qizim, qo'lingni yuvdingmi ovqat yeyishdan oldin deymiz, gigiyenasiga e'tibor beramiz. Lekin qaysi axborotni iste'mol qilyapsan, qaysi saytlarda, qaysi Telegram kanallarda o'tiribsan deb so'ramaymiz. Axborot gigiyenasi kechirib qo'yasiz. Hali bizda juda ham endi 0 darajada desak ham bo'ladi gapni ochig'i. Intervyuga vaqt ajratganingiz uchun rahmat. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling.